Assalamu alaikum, hörmətli Uyğuristanlı qarindaşlar. Assalamu alaikum. Uyğuristan Azadlıq Təşkilatının fədakar əzaları. Bugün huzurumda yana Uyğuristan Azadlıq Təşkilatının rəisi Osmancan əfəndini söhbətdə qılatımız. Diqqətinizə rəhmət. Bir qancha söhbətində keyinki yıllarda chet elde muhacir Uyghur qarindaşlarının arasında bulup ütülüvatkan bir kısım nabab hadise doğrusunda kısmen toxtalıb ötdük. Chet eldeki muhacir Uyghur qarindaşlarımızın arasına Xitay Casusluk Ministerliği alayda kirgizgen köz kulaklık doğrusunda ve Xitay Casusluk İdaresi üçün sadıq xizmət işləyən bir türküm Galçılarının şahitleri doğrusunda məlum cəhətdən bir qədər təfsili, məlum cəhətdən yəni şəxslərindeki nami doğrusunda məvhum sözlər ötdük. Şunundakı söhbətimizin məlum qismlarda Orta Asiya münasibətlik bəzi bir temalarını qismən sözlər ötdük. Bulup mu Sovet İttifaqı parçalanıp Orta Asiyadaki Türkiye Cumhuriyeti'yle müstakillik erişkenden keyin Kırgızistan ve Kazakistan, Özbekistan qatarlıq qoşna ve qarindaş devletler yaşayatkan muhacir Uyghur qarindaşlarımızın təşkili vəziyyətlerde Uyğuristan azadlıq hareketleri ceryanında biz ötken qədəmlərdəki bəzi bir məğlubiyyətlər, yani bu məğlubiyyətin asaslıq səbəbçiləri aldığın o məğlubiyyətini keltirib çıxarmaqçı olan Xitay Cahangirliginin planlıq, strategiyilik özünün qalçılarını, özünün çaqalarını, şaykıllarını Orta Asiyadaki Uyghur muhacir qarindaşlarımız ve təşkilatlarımızın içine girgüzüş ve bunu qalayimkan qilish jaryanındaki bəzi bir hadisələrini qismən sözləb ötken bolduq. Yani bugünkü söhbətimizin asaslıq şununki davamı sübütüdə. Yani 92. yıl bulup mu? 92. yılı Kazakistan ve Kırgızistan'daki muhacir qarindaşlarımızın Uyguristan'ın müstakilliği arzusu da Uyguristan'ın müstakilliğini qo'lga keltirish iradesi bilen elip bağlan siyasi təşkili hareketlerinin çöktürülüş jaryanını kısmen deb ötüp ketdik. Bugün şunun davamını, yani 1998 yıldan keyin esimde qilishga o'tgan söhbətdə asaslı 1998 yıldaki aralıktaki məlum, mühim hadisələrini kısaca sözləb ötken yox. Bugün hem de 98 yıldan keyinki kısımları, mesela Orta Asya'da qandaq neticeler, qandaq hadiseler çıktı ve Orta Şərq ve Avrupa əllərdə yaşayatkan muhacir Uygurlarımız bulup mu Uyguristan müstakillik hareketi bilen şug'ullanayotgan yoki mundaqcha aytgan chaqda vatan davası hareketleri bilen aktif şug'ullanayotgan qarindoshlarimiz arasida, tashkilotlarimiz arasida bulup ötken qisman umursizlik, o'zaro ko'ngilsizlik, ma'lum natijalar buni yani qandaq bir şekilde elib bakkan bo'lsak, texnik yaxshi netijaga erishgan bo'lardik. Qaysi qadamlarni xato besildi mesela. Xato bo'lmasmi, yine severlik desakmi, shu vatan davası hareketlarda vatan davası hareketler degan chaqda bu hareket yani yomon halqi ko'p narsani o'z ichiga tutadi. Vatan davası hareketler demaydi, ya'ni vatan davası vatan davası desek bunda bunga davar qilayotgandek asosli berib bu yoqda deb tüküp, göz yeş qilib, özümüzün
nemeге ehtiyojlik ekanligimizni, 5-yil qanday dardga atganligini tüküşüyle, şunu doktor koşan bo'lgan ekan, o da aytgan chaqda vatan da'vosi hareket degandan keyin vatan da'vosi deb odil istaqim bo'ladi ekan. Endi shu vatan da'vosi jarayonidagi ba'zi bir yuz bermaslikka tegishli nuqsonlar masalan. Qanday qilgan chaqda shunday nuqsonlarning oldini ola oldik. Qanchalik o'tib ketdi bizni, ya'ni bo'shliq qanchalik o'tib ketdi. Bu boşlukka Xitoy o'zining yine planlıq, taktiklik, strategiyalik g'alchilarni kirgizish fursatiga qanday erishib qoldi masalan. Mushu to'g'riliq bir fikr bayon qilib ko'z qarshimizga o'tirib o'tsak, masalan oldingi qitimqi suhbatlarimizda yine O'rta Osiyodagi mushu Uyg'uriston harakatlari yoki vatan da'vosi yoki Sharqiy Turkiston tashkilotlarininki u yerdagi faoliyatlarning, siyosiy faoliyatlarning cho'kishiga sabab bo'lgan ma'lum omillarni deb o'tish bilan birga keyingi bir bo'shliq paydo bo'lib, ya'ni tashkiliy jihatdan, siyosiy idora qilish jihatdan bir cho'ng bo'shliq paydo bo'lib, o bo'shliqqa qanday ezib qo'ygan har xil radikal bir tushuncha bilan yoki kuchli bir orzu bilan darhol vaqtida bir qurolli harakat qilayotgan degandek bir xil sarosimaga tushish, o'z-o'zidan o'rkish, darhol bir ish qilayotgan degandek bir jiddiyatchilik ichida mayli buning aqsidagi arxitektura Xitoy bo'lsin yoki bo'lmaydi o'zimizniki shunday balki tansiz, plansiz, taktiksiz qiziqqan talbi bunda adamlarimizniki keltirib chiqargan bir hodisalar bo'lsin, ish qilib shu oraliqdagi bir bo'shliqda ig'ir ziyon topdi. 95-98 mush orasida millatimiz ig'ir ziyon topdi. O bo'shliqni yine qayta asliga keltirib, ya'ni shu oraliq topgan ziyonni qayta burungi vaziyatga qaytib kelish o mumkin emas bir ziyonni topdi. Sharqiy Turkiston xalqaro milliy qurultiyi yemirish jarayoni hamda nurg'un muhojir qarindoshlarimizga toza oydin emas. 92-yildagi Sharqiy Turkiston xalqaro milliy qurultiyi qurilib, 98-yil oralig'ida bu qurultay qanday qarorni besib o'tgan, bu qurultay qanday faolash bo'lib, qanday cho'kib ketgan, undan keyin siyosiy tashkilot bo'lib qanday bir o'rgan o'tirib chiqqan, buni bilmaydiganlar yomon ko'p. Mushu to'g'riliq qisman bir so'zlab o'tib, azroq bir yuritsak, İstanbul'da ta'sis qilingan Sharqiy Turkiston xalqaro milliy markazining o'zi asosan 92-yil 12-oyda İstanbul'da ta'sis qilingan Sharqiy Turkiston xalqaro milliy qurultiyining o'lib ketganligini qayta tiriltirmaymiz deb qurilgan bir milliy markaz. Tashkilotlarimiz yemirilib, masalan, ig'ir bir palash olib tushgan chog'da lekin Sharqiy Turkiston milliy markazi ta'sis qilinib 98-yil 11-oy mezgillarda. Lekin 99-yil Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultiyi mushu Myunxenda chaqirildi. Shundan keyin yana bir markazlik holda vatan da'vosining oliy organi degan nom bilan bu o'zgarib hozir Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomi bilan menyotdi. Endi mushu oraliq 98-yildan keyin ki vaziyat to'g'risida qisman ko'z qarshingizda sizga o'tirib qo'ysangiz, men o'zimning bilganlarimni, tasavvur qilganlarimni to'g'ri so'zlab o'tib, ya'ni maqsadimiz xalqimizga masalaning ichki mohiyatini, jarayonini, tarixiy bosqichlaridan xabari yo'q kishilarimizga azroq bir fikr yuritib berishga tirishsak. Bo'ladi, rahmat. Assalomu alaykum. Hürmetlik Uyg'uristonlik vatandaşlar, assalomu alaykum hürmetlik Uyg'uriston Azadlık Teşkilatı'nın fidakar a'zolari. Xuddi yuqorida siz deb o'tgandek mushu 92-yildan ta 2004-yilgacha, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lib, qurultay Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomida atalganga qadar bo'lgan oraliqdagi vaqa hadislarni eslab o'tib,
hem Qurultayning 2004-yildan keyin bugungacha, yani 2014-yilgacha, yani aldığımızda yani Fatih'in yani 2 aydan keyin 2014-yilda 10 yillik tadrijiy taraqqiyotiga bir nazar salsak, bu yerda nurg'un yani 92-yildan boshlab 2014-yilgacha bo'lgan araliqni hisobga olsak, necha yil bo'ldi shundaqda 22 yil. Bir Dünya Uyghur Kurultayı'na 10 yıllık 22 yıllık bir tarih aslında götürüyor. Hem de bizdek müstemlekeden kurtuluş için kurash qilayotgan bir milletning 22 yıllık tarih emas, aslında 220 yıllık, 2000 yıllık tarihlerini bugünkü davrda kurash qilayotgan avlodlarning bilishi nihoyatda zarur bir aqlli savat edi. Ama aldığım qatim suhbatlarimiz degankidek bizga tarix bildirilmedi. Yani Xitay müstemlikçileri meyli vatanımızın içinde olsun, meyli vatan sırtıda olsun, bu müstemliki Uyg'uriston xalqiga o'zining beshidan o'tgan müstemliki tarixini hozirgacha yushurim tutib keldi. Endi bu bizdeki kamchilik emas, çünkü biz müstemliki tushgandan keyin müstemlikchi hokimiyatning qiladigan tabiiy bostirish siyosatlarining biri bu. Lekin bugungi kunda shu 22 yillik tarixni eslab o'timiz degan vaqtimizning o'zida bu 22 yil jarayonida mushu inqilob qatnashgan, mushu davoni ichida ketayotgan nurg'ulg'an tirik shohidlarimiz dunyoning har qaysi joylarida endi bugungi kunlikda boyadan siz degandek vatan davosi bilan shug'ullanyapti. Ama bu yer bo'lib o'tgan xatoliklar, kamchiliklar, siyosat yo'qotishlar hech bir zaman o'tirib qo'yilib o'zaro fikir almashtirib, tuzitilib, yeni bir siyosiy strategiya, yeni bir plan program bo'yicha menish emas, davomli mayli ilgari qilingan inqiloblar, siyosiy harakatlar mayli mag'lub bo'lsin, mayli g'alaba qozonsin, hammasini ish qildik. Yani ishqa qatori qilib mayli mag'lub bo'lsin, mayli g'alaba qozonsin, ishni qilsak hisoblab ketayotgan kalampaylik bir xil ro'yolat yoki siyosatlar bugungi kundan ichidami vatan sirtidagi da'vogarlarimiz ichida nihoyat og'ir. Masalan, bu oddiysi biz o'zimiz yashab o'tgan Germaniya davlatini bir misol qilsak, davomli televizor qarasak, 2. Dünya urushi mezgilida 33 bilan e'lon qilib o'tgan 1930-yildan boshlab 1949-yildan 45-yil 2. Dünya urushi mag'lub bo'lgan qadar bo'lganligi 12 yillik, yani Hitler Germaniyasining tarixi to'xtamay hech kunda hujjatlik qilib avlodlarga qo'yildi. Yani German yani German xalqiga mushu chalgi tarix yushurilmay, aynan peti yeni-yenidan chiqib xalqqa taqdim qilindi. Sabab nima? Mushu 12 yillik tarix kelgusida bu millatning, bu vatanning tarixi yeni yuz berib, bu millat yeni bir munqarizlik ketdi, yeni 50-60 yillik yo'qotishdak bir cho'ng munqariz davlatning parchasi kelib chiqmasin. Bu tarixni davomli bilish kerak, bildirish kerak da bu bir yani mustaqil bir davlat bo'lgan ekan, bu xalqiga buni yetkazadi. Endi bizning da'vogarlarimizning ichidami mushu o'zining beshida bo'lib o'tgan mushu voqea hodisalarni xalqimizga yetkazishga tegishli, yetkazib bera oladigan yoki hech bo'lmasa o'zi o'tkazgan xatoliklar biz mundaq jihatdan xato qilib to'xtab o'zining xatoligini xalqqa taqdim qilib, xalqimizning bundagingi da'vo yetakchilarining kayndagi da'vo yetakchilari bilan birga yana xatolashib qilishdan oldin olish uchun harakat qilish kerak edi. Afsus, ming afsus, bu hozirgacha qildirilmadi. Shundaqda endi bugun biz o'zimizning qo'lidan kelishicha yurtishga tegishli bir tarixni yuritib o'taylik, davom etishgandek. Demak, 96-yil 4-oyda Shanxay hamkorlik tashkiloti Shanxayda qurilib, undan keyin Markaziy Osiyo davlatlarida rasmiy o'zining xizmatini boshlagandan keyin 97-yili G'o'ljida bir cho'ng bir qonliq qirg'inlik olib berildi. Bunun sebebi bizning nurg'un qarindoshlarimiz Markaziy Osiyo davlatlariga qochib chiqib, shu yerda panohlanishga to'g'ri keladi. Endi keyin bu qaysi sabablar bilan bo'ldi bu halqi rasmiy yani qaytadan bir yer inqilob qo'zg'ab vatanga kirib, vatanni ozod qilish bir fikrlari o'tirg'a chiqib bu yerda bu harakat boshlandi. Ammo bu yerda meni hayron qoldirdigini, masalan shu chog'da shu inqilobga rahbarlar, ya'ni shu inqilobni tashkilotchilar, masalan 1 yil burun Markaziy Osiyoda Shanxay hamkorlik tashkiloti deb bir cho'ng bir birlashma tashkilotning qurilganligidan xabar bo'lish kerak. Men xabar bo'lish kerak deb o'ylayman. Chunki bir vatanni mustamlikchining qo'lidan qutqizib, u davlatni ozod qilamiz degan kishilar yolg'iz
o'zining xalqining milliy irodasidan emas, ham xalqaro vaziyatning pishib yetilganligi, atrofdagi muhitning o'ziga bakildigan, kelmaydiganligi, davlatlararo munosabatlarga cho'nqur diqqat qilish kerak-ku. Xo'sh. Bu qanday qilib bu Shanxay hamkor tashkiloti 96-yil Shanxayda qurilsa, bu 97-yildan keyin bu Markaziy Osiyoda bu inqilobning piltigiga o't yiqildi degan bir masala. Yine hozirgacha bir sir tepishmoq bo'lmoqda men kallamda. Xo'sh, shu to'g'riliq men jiq qalam davlat ketdim. Qalam davlat desam cho'ngroq katta ko'riklikka fikrimni o'tirib qo'ydim. Biz yoki xatolik kim uyutyotdi degan maqola to'plamidimi? Mushu masala gavdildi. Gavdilik holda yo'rtib o'tdim. Nurg'un kishidan norozi bo'ldik hozirgacha. Vatanning ichiga kirgizilgan bo'lsa kerak bu kitob, qanday kirganini bilmayman. Vatanning ichidan ba'zan qarindoshlarimiz qisman mamnun bo'lmagan taraflar bor ekan. Buni tushunmaganlikdanmi yoki bu vatanni zodi Xitoydan qutulishimiz kerak deydigan bir orzu umidlari bor odamlar eng sodda ibtidoiy davrda hech bo'lmagan chog'da o'tgan asrning dastlabki choraklardagi meni bilan shu davrdagi his tuyg'u bilan o'shda yashayotganda uni ham psixolog bo'lmagan ekan uning baho berib ketamayman, ammo mushu davrni shu kitobda, shu maqola to'plamida bir qadar tafsil yoritgan edim. Shu sababdan nurg'un zarbaga uchrab ketdim. Shundoq yaxshi o'tayotgan odamlarni to'satdan boshqa bir taraf o'zi dushmanlik nuqtaga aylanib qolgan ishlarmi bor. Ham bu masalaga kelsak, bular masalan dushmanlik qilishidagi yoki boshqa fikrni qilishga sabab u kitobda yozilgan mazmunlar qartilgan demakchimi? Men boshqa tarafni qarayman. Bizning qan xizmatiga mana yuqori baho bermadi deb qarayman. Ana o'ndoq desak, men bu to'g'riliq vatandan chiqqan ba'zan chiqqan degan gap vatandan chiqib o'tgan ham emas. Vatandan chiqib qaytib ketilgan mandaq chat elga tuqay uxlashdan chiqqan chiqalaydigan mudaq kishilarni anladim. Yaxshi yilqi o'zining irodasi naridan mush vatanni mustaqillik saqlab deydigan mustaqil bir harakat portlab chiqsa, mol mulkim, jenim hamma narsani pido deydigan mandaq mavqedagi odamlarni alayda gapirishmoqchi bu to'g'riliq uchun men bilan gaplashgisi bor ekan, fikrlashgisi. Nim to'g'riliq shu 97-98-yildagi shu harakatni ma'lum jihatlar bilan tanqid qilib o'tdingiz. Bu harakatga yetakchilik qilganlarni nima uchun tanqid qildingiz degandek bir norozilik kayfiyatini ifodalagandan keyin men dedimki, ularni xoin, jasus, Xitoy atay mushundaq yasab chiqib chat eldagi Sharqiy Turkiston mustaqillik harakati yoki vatan da'vosi harakatlarini qalamqon qilib vujuh turishini planlagan Xitoyning shu strategiyasi uchun xizmat qilgan bu Xitoyning ishbiyon josuslari, xoin saqlar deb bularning ustidan qattiq bir hukm tariqasida işte yozilgan kitoblar bor masalan. İşte yozilgan men uni ma'lum jihatdan bir mo'tadil fikr bilan yuritib, qo'limizda ochiq isbot yo'q. Bu harakatni qilganlar uchun, bu harakatni qilganlarning ya'ni salbiy bir natija keltirib chiqarganlik uchun bularni xoin, Xitoy atay plan bilan chiqartgan, Xitoyning strategiyasi uchun xizmat qilgan ishbiyon, jasus, xoin, vatan xoin deydiganga qo'lda hech qanday isbot yo'q bir holatning o'zida bunda deyishga bo'lmaydi, bular xatolashgan. Yani shu Xitoy jahongirligini shunday bir harakatlar bilan ibtidoiy bir vaziyatga kerak masalan. Qo'li 1906-yil, 1910-yilda Qumildagi to'paq qo'zg'oloni deb qo'zg'olon bilan o'zicha u yerga Xitoyni yo'qotib, bir yer mustaqillikka erishib olgandek, xuddi Temur xalifa qurib olgandek, mandaq davrdagi hissiyot bilan shu iroda bilan qizg'in bir kayfiyat bilan bunda boshlab qolgan bir harakat bo'lsa kerak. Bular bo'libmi? Boshqa davlatlarning istixborotining qurboni bo'lib ketdi deganni men kitobda yuritdim asoslar. Men o'shunamda tushuncha berdim, men tushuncha berdim, shuncha bo'ldi yo'q, norozi bo'lganlar. Vatandan chiqqan masalan, shu harakatga nihoyatda ishtiyoq bog'lar ekan vatandagilarning ba'zilari, ya'ni ko'p qismi tafsil jarayonni bilmagandan keyin, shu Xitoy degan ajoyib zarragan
bir çoğun bir hadisi болған deydigan mındaq bir alayda bəzən bulupmu yaşlarda neyim bak yani çoğunkur bir seviniş bak ya bu hareketlerge. Yine aşında bir hareket bulup dursa deydigan arzu mu bak ya. Ben onu aşağıda yurttum. Bularını yeterek siz yeni yettiniz mi? Bunu kandak düşünüp oğul buldu mesela. 96. yıl 4. ayda Şanghay Hemkarlık İttifakı kurulup bunun icraat yolu koyulursa mesela aldık bir sebep dedik o. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın ki birinci en anı maddelerden, mühim maddelerden devletler ara territoriyani özara qoğdaş mesela. O çigra bir xatar o şu Şanghay Beşik'in tunjuk etimlik Jimenada tunjuk etimlik kuruluşu imzalangan narsa. Onu en aşağıda kadar düşünmegenden belki hareketinin içine aralashganlar bor. Bularning o'zini hain deb baho berib, mushu hareketni mayli diniy tarafdan qilgan bo'lsin, mayli yoki vatan qutqizish qurolli harakat qilib biz Sharqiy Turkistonda demokratik bir davlat quramiz deb mundaq bir programma qo'yib olgan bular. Mundaq bir harakat yaqinligi bo'lsin, har ikki harakatni Xitoy qarashtirib chiqqan harakat deb, ya'ni o'sha harakatning ichiga oralish to'g'anlar shundoq baho bermasdan keyin. Hatto tomlab kitob yozilib ketdi shularni qilib o'yla. Endi men o kişilerge vatandan chiqib noroziligini bildirdim o vatanda uchrashtirganda. Ularga tushuncha berishimda shuni aytdim. Bundaq chet elda shunchalik baho berildi bularga, ammo qo'limizda isbot yo'q yuqori degan o'xshash-ku. Haqiqiy Xitoyniki jasusiy ma'lumot deydiganga, Xitoyga ishlatadigan bir to'xtam, kelishim, mana bir narsa hozircha o'tirib chiqmagan ekan. Buni biz kesib bilan Xitoyga ishlagan jasus, Xitoy atay shunda qarashtirib chiqqan deb bundaq baho berib o'tishning o'zi masalan bizning tajriba sabab qilishimizga qanchalik foydasi bor masalan. Bu hech qanday foydasiz bir sharoit. Bizga tajriba sabab qilish uchun masalan o'tgan mezgildagi qilgan harakatlarimizdan kelgan mag'lubiyatdan tajriba sabab elib, bundan keyingi harakatlarimizda undaq bir mag'lubiyatning kelib chiqmasligini ko'z tutishimiz uchun o hareketki rehberlik qilganlar xointi. Bundan keyingi hareketki rehberlik qilgan men xoin emas, masalan men vijdonimga sodiq, Allohga sodiq, millatimga sodiq, vatanimga sodiq. Men albatta bu hareketni sotmayman deb yeni chiqib, o'shundaq bir hareketni qilib kelish mumkin. Uni balkim ma'lum bir davlatning istixborotiga oldinib masalan kichik bir so'l to'xtamlar bilan Xitoy bilan bo'lgan kichik bir so'l to'xtam bilan qurbon bo'lib ketishi mumkin. Masalan, ma'lum davlatning istixboroti kelib vatanni azod qilmaslar. Masalan, hozir jiddiy falan davlat yordam qildi, O'zbekiston davlat yordam qildi. Bunda kutib yediversanlar, davr o'tib ketdi. Xitoy ko'plab bu yer vatanlarga kelyapti masalan. Vatanlardagi yoshlarni ishga olib ketdi. Bu osmon yetkazilishi oldi. Qo'shnilik ma'rif deb millatlarni tiz osmonga qo'ydi. Bunda kutib tursanlar, davr o'tib ketdi. Keyin kechikib qolasizlar. Hozir buni davlatning o'zi yordam qildi. Darhol bir tashkilotga bir qurolli bir harakatga o'tmamsizlar deb masalan bir so'da o'tirib chiqib qolsa, albatta o'ylaydiki, masalan, o'tganki harakatni qilganlar xoin ekan to'g'ri. Men xoin bo'lmagan ekan, men bu harakatni qilib ozod qotayman, mana bu davlatning o'zi bizga yordam qilgan qoldi degan po'kkida bunda bir ishni qilib qolsa, yana o'xshash shunday bir fojia yuz berdi. To'g'ri. Menimcha muhim shu, ammo tushunganim shu bo'ldi. Ya'ni men bu kitobimda men ularni qat'iy, ya'ni butunlay xato qildi deb tanqid qilmoqchi emas. Bundan keyingi harakat qiladigan, bundan keyin shunday bir ishni qilmoqchi bo'lganlarning qanday bir davlatlar bilan hamkorlashish kerakligiga ma'lum azroq bir yuchuq ko'rishdi, kichik bir panjara yechib o'tib ketdim, ammo to'liq tutmaydi bu fikr. Bundan keyin yana chet eldagi da'vogarlarimiz vatanning mustaqillik harakati bilan shug'ullanadigan, masalan, farqlar bir qurolli harakat maydonga kelmoqchi bo'lsa, bunun bilan shug'ullanadiganlar qanday davlatlar bilan hamkorlashish kerak ekan deb bu to'g'ri men fikrni o'tirib qo'ymadim. Men faqat bu o'tgan ishlardagi savallik o'zining qo'lidan bunday ish kelmaydiganlar, bunday ishning yana qurolli bir harakatning ahli emas odamlar bu ishga rahbarlik qilib qolganligi uchun bu qanday bir natija yuz berdiganligini, qanday bir fojianing, qanday bir mag'lubiyatning kelib chiqadiganligini tasavvur qilolmaganlikda bular shunday xatolashib qolgan. Masalan, hozir siz
azroq bir fikrni oldiga sürdünüz. Oldiga sürdünüz deganim shu davrda shu inqilobning ichiga qatnashib, inqilob mag'lub bo'lgandan keyin o'zi bilan bir inqilobga shu chog'da savdoshlarni Xitoy o'rnashtirgan josus bo'lishi mumkin yoki josus deb aniq hukm qilganlar bor. Masalan, chet elda turib shu to'g'riliq bayon deganimizdek tom-tom kitob yozganlar bor. Endi siz ma'lum bir nuqtadan turib ular undaq bo'lmasligi mumkin. Qo'limizda dalil, moddiy isbotlar yo'q. Biz bir davlat bo'lmagandan keyin moddiy isbotni qo'l qo'ya olmaymiz, ammo qilayotgan ish harakatlardan bo'lgan mag'lubiyatlardan bular xatolashgan odamlar, xato vaqtda, xato o'rinda inqilob boshlagan deb bu fikrni ilgari sürdünüz. Ammo bu mushu kishilarimizniki, ya'ni sizdan yana boshqa yozuvchilarimizning shu chog'dagi inqilobga bergan bahasi. Endi meni qiziqtirayotgan narsa, nima uchun shu inqilob qatnashgan odamlar mushunchalar ustida tom-tom kitoblar yozilsa, tom-tom fikrlar chiqsa, bunga chiqib bir tushundirish bermay, jimjit untinsiz. Masalan, siz degandek, bular shu ishni qilganlarning o'zi buning bir tushundirish berib, asli biz jasus emas yoki asli biz xatolashmadik. Sening deganing mundaq, sening deganing undaq deb ma'lum bir ma'lum tushuncha bergan bo'lsa, siz degandek bundan keyin yana bir Qur'onlik inqilob qo'zg'alish ehtimoli yoki ma'lum bir davlatning istixboroti xalqimizni yana qo'zg'ab chiqib yoki ma'lum bir odamlarni yetaklab yurib bir yangi bir inqilob boshlamoqchi bo'lib qolsa, demak, hozir bilgan tarixlarimizni, ya'ni xatolik o'tkazganlarning xatolik kimdan o'tadi degan shu yozma orqali biz shu tarixni bildik endi. Boshqa tom-tom kitoblardanmi ma'lum bir tarixni bildik. Demak, mushu bilgan tarixiy voqealarimizga asosan xalqimiz bundan keyin inqilob rahbarlari yoki inqilob qilganlar yoki da'vogarlar bir tajriba saboq yakunlab texmi to'g'ri, texmi mukammal yo'lni tepalamikin. Lekin nima uchun bular, ya'ni mush ishga aralashgan, ya'ni qarshi tarafdagilar emas, ya'ni mush ishning mag'lubiyatga uchrashiga o'zlari sabab bo'lib qolgan kishilar buningga bir tushundirish bermasdan, aksicha, masalan, siz yozgan mush kitobni yoki boshqalar yozgan kitobni ishlarni uzluksiz qarashtirib, tubdan rad qilib inkor qiladi. Buni qanday tushunmasam berasizlar? Bu mesela bu inqilob samimiylikmi yoki mag'lubiyatni bo'yniga olmaslikmi? Bu orada samimiylik desak, bu samimiylik degan gap Yamanbek Olijanob bak yuqori gap bu. Haqiqatan bak yuqori, bak qimmatli gap. Samimiylik degan gap bunda og'zimizdan oddiy chiqadi mesela. Buni aytib turmushda ishlatib yuraman narsa samimiy do'st, samimiy saboqdosh deb kimda bir oddiy turgan gap. Samimiylik aslida bak yuqori narsa. Bularki bizning qilgan ishimiz biz qo'limizdan kelganini qildik aytganmiz. Yo'q, shu xato ya'ni xatolikning ustida mustahkam turish degan narsa bu shu. Qo'limizdan kelganini qildik deb. Men shu maqola to'plamida ashuni sharhladim. Qo'limdan nima kelyapti mana shu qilganlarni. Masalan, diniy iqlimdagilarning qo'lidan diniy va'z nasihat ketdi. Ma dinsiz qilayotgan masalan, O'rta Osiyo din ushunda ehtiyoji bor xalqimizga dinni tushuntirish, diniy aqida, ibodat, diniy axloq, diniy ijtimoiy hayot buni o'rgatish, buni yetaklashga ehtiyoji bor xalqimizning. Endi yeni bir iqlimdagi ziyoli qalamkash mutafakkirlarimizning qo'ldan keldigini yezish, so'zlash xalqimizni siyosiy ong bilan, chet eldagi erkin muhit bilan uyg'otish, ya'ni tashkillanish, tashkilotni mukammallashtirish modalite qo'ldan. Har ishga yetar. Bu ishni qilib qo'ydim masalan, vatan tiz ozod qilayotganligida ma'lum davlatlarning istixborotiga balkim olinib qoldi. Men ashtaq bog'daydim, bu yozgan narsamda tafsilashda yo'rtuqliq. Bularning qo'ldan keladigan emasdi. O'zining qo'ldan keladigan ishni qilmadi, qo'ldan kelmaydiganini qildi. Shundan bu ish xato yuz berdi dedim. Herkes bu Xitoy maxsus o'rlashtirgan jasuslar Xitoy uchun ishlab Uyg'uristonning mustaqillik harakati, ya'ni chet eldagi muhojir Uyg'urlar orasidagi Uyg'uriston harakatini vujudlantirish uchun ataydan Xitoy strategiyasi planlab chiqargan, Xitoy jasuslik ministerligi planlab chiqargan bundaq kishilar emas degan nuqtadan men ana o'tirib chiqqan bir isbot bo'lmagan ekan. Anladim, pulni kamaydiganini qildi. Bularni xoin, qotil, jasus, ishkun, vatan xoini sotqinda bunda da yursak, o foydasi yo'q bir ish. Nima ish keldisiniz? Yeri deganda
keyin harakat qiladiganlar chiqyapti masalan. Men Alloh xoin ekan, shu mag'lub bo'libdi-ki, men xoin emas, men Alloh deb mansam, yoki vatan millat deb sadoqatim bilan mansam, ma'lum bir davlat yordam qilib qolsa, men bu harakatda g'alaba qilib vatan mustaqil bo'lib qolsa ajibmasda. Oddiy bir tushuncha bilan yana bir xato tuzoqqa tashlab qilishi mumkin masalan. Ma'ni tushunmoq aslida. Endi bu kishilarimiz buni biz matan nuqtada xato qilib qoldik. Yoki bo'lmaydi, bu ishni qilmagan bo'lsak bo'pti-ekan deb bunday gapni demaydigan. Demaygan shu odam tushunmaydigan yeri shu. Bu şunun aşında aşı gapni digichilik jur'ati bo'lmagandan keyin bular andan keyin bularga akib qalpoq deydisin, bu qalpoq yarashayotgan, oyoqdan Xitoy qo'yib terrorist deb qalpoq deydi qo'ysin, yarashayotgan, moyoqdan bir chiqib, ya bu Xitoydan jasusi bu deb qalpoq deydisin, tipti shu qalpoqning ostida yotgan bular, yani bu shunday bir vaziyat. Endi demak Muşu hazır yeni bir boşluk meydana çıkmadı. Aşı çağının özüne mesela ötkenki söhbette bu 95 yıllardaki Orta Asya vaziyetini bir kısım dep öttüm ben. 95 yıldaki vaziyetini hazır bir kart dep öttük. Aşağı bir boşluk yaratıldı mesela. Xitay'ınki 5 milyon dolar meblağ selişi bilen tunca katımdılar. O yerdeki hareketlerinin olayı şunca yıkıldı mesela. O boşlukta andaki yığda qalaymançıq kelib chiqib, intayin bir mag'lubiyat, fojia yuz berdi. O'zimizning yana Qashqar, G'o'lja, Xotan, Olma-ota, Toshkent, Bishkek degandek o'shundoq shaharlarimizning o'ziga vatanning ichki tarafdagi shaharlarimizga borolmaymiz cheklaylik. Vatanning sirtidagi, Xitoy chegarasining sirtidagi shu o'zimizning yurtdagi shaharlarga borolmaydigan keldik masalan. Yeni aşındak bir hareket yüzbesi, bunu tekrar etmek ettik. Yeni aşındak bir mesele, yeni bir yer yüzbesi, elbette uyargım desiyamaya gayet kıldı Uygurlar. Hem de bizimki hazırlı boşluktan da boşluk diyen çakta bulup mu, muşu 2004 yıldan 2006 yılımızda bir aralıkla da buna üstüge ilişki gerek. Bu ne desek yine bizge hakaret tüymetkisi bulmaydı. Aslında buların üstünün biz bu ketken bu söhbetlerde başkanın üstün binasını yok fakat Xitayga işleyen g'olchilarning, Xitayga işleyen casuslarning uçuk aşkara marksi olup ketken casuslarning üstüne yapıysak mı biz intayin eğir til hakaret tüymet kılıp hatta Uyg'uriston azadlık tashkilotini Xitay kurduğan diyen dekliğe bağışçılık o şundak tüymetini yaptı. Ama biz teşebbüs kıldığımız, bizim aldığımız söylediğimiz chet eldeki hareketlerimiz ve chet eldeki siyasi teşkilatlarımız sağlam olup üstüge kuruluş gerek. Sağlam olup üstüge. Eğer yeni aşında boşluk olsa, mesela 2004-2006 yılda şunda bir yaxşı bir ümitlik devri oldu. München şehirdeki İşki kurultay, Dünya Uygur Yaşları Kurultayı ile Şarkı Türkistan Uyguristan Milli Kurultayı 2004 yılı April'da birleşip Dünya Uygur Kurultayı oturup çıktı. Bundan halkımız şunda ömürlünüp ana da küttü, işki yıl şunda öttü mesela. Yani bu bir boşluk öttü işki yıl. Ötkenden keyin Rabia Kadir Hanım anımız 2006 yılı 11. ayda Kurultayga reis bo'lgandan keyin Qurultayninki g'arb davlatlaridagi faoliyatları xeyli jonlandı. Bunda aytgan chog'da bu asosli Rabia Qadir xonimning faoliyatida baho berishga bo'ldi. Shunda Rabia Qadir xonim o'zining nupuz imtiyozi bilan qit'a 10 soatlab aeroplanni uchib yurib, har kunsi 18-20 soatlab aram olmay, dam olmay o'zi shunday faoliyat qilib atrofiga o'zininki yordamchilari, tashkiliy muavinlarini ergashtirib yurib faoliyatni qilyotdi. Ammo bag'ancha insonni, ya'ni kishini andishiga soladigan narsa hozirda bir ig'ir bo'shliq bor. Dunyo Uyg'ur Qurultayining tashkiliy apparatlarini mukammallashtirish, buningki kasbiylashtirish, tashkilotchilik xodimlarining kasbiylashtiririlib, bu nima aytgan chog'da bir millatning da'vosi, bir vatanning da'vosi
bir şahsiga markazlashib, bir shaxsining faoliyati bilan bundaq davomlashaversa, o shaxsi yiqilgandan keyin ya o shaxsdan bu harakat olingandan keyin aşağıda bir qatim yana chekinish yuz berdi, bir vayronchilikqa yuzlandi. Bu yerda kişisel harakat bo'lmasdan, yani tashkiliy qurilma bilan ma'nogan harakat bo'lish kerak. Buna yaxshi bir tartib selib, hozir Dünya Uyghur Qurultayining kelimasiga yuklanib qoldik oxirgi kelib bu suhbatimizning jarayonida. Endi Dünya Uyghur Qurultayining markasi, o'shda bir marka. Sharqiy Turkistonliklarning chet eldagi eng oliy da'vo organi deydigan markasi. Burun Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayi shunday da'voni o'tirib qo'ydi. Darvaqa chet eldagi har qaysi davlatdagi qit'adagi nurg'unlagan tashkilotlar şu vaqtdagi Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayining tarkibida faoliyat qildi. Ondan keyin bu vazifani Dünya Uyg'ur Qurultayi ustiga oldi. Olgandan keyin hozir mana Dünya Uyg'ur Qurultayi qurilganiga yana 5 oydan keyin, 6 oydan keyin to'g'ri 10 yil bo'ldi ekan. Shunday. Oldin ketin suhbat etdimizda da'voninki 5 yo'g'ini paçıqda mağdur yo'q, cho'gay balga o'xshab qoldi degandagi obrazlık o'qitishning o'zi müşahada. Hem de müşahada siz deb o'tdingiz, bir bo'shliq var, ya'ni 2004-yildan 2006-yilgacha oralig'ida bir bo'shliq var. Hozir bu bo'shliqni to'ldirib, ya'ni bu davoni tashkiliy apparatni texnik mukammallashtirib elib borganda keyin bu davoning texnik sağlam taraqqiy qilishiga ko'p foydasi bor deb yaxshi yuritdingiz. Ammo bu yerda bir diqqat qilgan masala 2004-yili Dünya Uyghur Qurultayi bo'lib qurilgan vaqtning o'zida shu chaqcha da'vo sepida o'zining bir kishilik asini qo'shib kelgan nurg'ulg'an vatanparvarlarimiz, nurg'ulg'an inqilobiy zotlar 2004-yil qurultayda butunlay sirt qoldirildi uchun. Yani bu yani mındaqçılık aytganda şu qatimni qurultayga qatnashish imkoniyati yo'qmidi yoki bular qurultaydan atay siqib chiqarilib qurultayning ichida ashunday bir bo'shliq yoritilib bu bo'shliqda qurultayning ichiga hozirgi turayotgan tashkilot apparatga odamlar o'zi bilgancha nimani xohlas shuni qilgan bir kangri bir yoyloq yaratishmidi masalan. Mush masala qaraganda bu yerga bir bo'shliqni to'ldirish yoritish uchun yani şu burun muşu saptın avtomatik yaraqlashtirilganlar yoki muşu saptın mundaqchilik aytganda aniqlik qilib ketgan qo'llab chiqarilganlar deydi. Masalan meni imzo to'plab qo'llab chiqarman degan bo'lsa, ularni imzosiz qo'llab chiqarganlik uchun masalan mushundaq kishilarimiz og'irlab qolganki bu yana bir bo'shliq yaratildi. Mushundaq da'vogarlarimizdan og'irlab qilib keyin boshqa iqlimning o'tirg'i chiqishiga Şu mesela nima sabab bo'ldi? Shunchaki Dünya Uyg'ur Yoshlar Qurultayi bilan Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayi miti? Xo'sh. Shuni birlashtiramiz degan nom bilan, ya'ni yoshlar bilan ishki qurultayni birlashtirishda nurg'un yoshlarni kirgizgan bo'lib, uning ichidagi pishqadam safasi var, davoni yiroqni kuralaydigan siyosatni sezgir insonlarimizning hammasi mındaqçılık aytganda imzosiz chiqib ketib qoldi qurultay. Bu bo'shliqqa o'tirilish kerak. Bu sharimizda ben azroq izohlab o'tilgan bir mazmun bor bu yerda. Xo'sh. Bu Dünya Uyg'ur Qurultayi qurilgan chaqda Dünya Uyg'ur Qurultayi nim bo'lsa, onun bir undaq bir loyiha yo'q. Ishki qurultayni birlashtirish şu vaqtdagi Dünya Uyg'ur Yoshlar Qurultayi bilan Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayini ikki qurultayni birlashtirib bir qurultay bir qurultayni chiqib qanday bo'lsin bir markaziy tashkilot qurib chiqadigan yoki o'tirdagi suhbatlashish guruhiga men qatnashgan. Xo'sh. O vaqtda Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayining vekili qatnashgan shu guruh uchun bordim. Alıqda işki aydan ortiqroq muzokiralashdik, aql bir qatam uchrashishimiz ikki tarafning suhbatchilariga edi. Shunday qilib yurib, oxiri bu birlik o'tirib chiqadigan bo'lgan vaqtda tashkilotning ismi o'tirib qo'yilmagan. Ammo
birlik merkez oturup çıkıdı o. De, her iki tarafın şartlarına ma'lum jihatdan ma'qul olup bunu yaraştırıp жүрüp ahir muzakara kılıp çıkıp 2002 yıl 2. aydan başlap 2002 yıl 6. ay 7. ayda bir qancha ay davamlaştı bu söhbət. Aşında qılıb bir yerге noqtaga kelgan. Kelib 2002 yıl 11. ay 12. ay mazmununu chiqib shu vaqtda ikki tarafning har ikkala qurultayning dunyoning haqqasiyatdagi vakillari Münchenga kelib birlashma markazining tayyorlik komiteti tashkillanib shu vaqtda shuna tarqaldi va birlashma mayli qurultay olsun mayli bir cho'ng bir da'vo organi bo'lsin, ne bo'lsin 2003 yil 11. ay shu Cumhuriyet kuniga to'g'rilab o markaz o'tirib chiqadigan bo'lib, shunday bir yaxshi havo yoritib, vakillar, har ikki tarafdan kelgan vakillar shunchaki mamnun bo'lib tarqalgan shu vaqtda 2003 yil 5. ayda bu birlashma hay'atining bosh raisi bilan birdan Mao reis istifa berib bu tayyorlik komitetini shu vaqtda buzyapti. 2003 yil 5. ay 6. mezgilda buzyapti. Buzyapgandan keyin uning buna azroq bildirdik hamda noroziligimizni bildirib turdik. Qanday bo'ldi? 2014 yil aprelda taraf-turuklar darhol bu birlikni o'tirib chiqamsak bo'lmaydi degan bilan bu dunyo qurultiyi bo'lib o'tirib chiqdi. Mana dunyo qurultiyi bo'lib o'tirib chiqishdan burun, ya'ni 2004 yil aprelda mana bir birlik Italiyaning Rum shahrida mana bir birlik markaziy yig'in chaqirildi, bunda xutugan bo'ldi hisoblangan. Shu vaqtning o'zida yani burungi dunyo Uyg'ur emas, Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy qurultayining bosh maslahatchisi 92 yildagi tunji qatim qurilgan Sharqiy Turkiston xalqaro milliy qurultayining bosh raisi Ahmad Egambadi mushu yig'inga chaqirilmadi. Masalan, qanday chaqirilmaydi degan chog'da o kishi ham yoshinib qoldi aslida. Qatnashmishim bo'ldi deganda, bu takliflar kimdan qo'yildi? Ashta qo'yilib, u qilqiliq, u kishi qilqiliq. Yana sanab bersak nurg'un kishilar. Masalan, bo'lmada bir formulani aytsak, 2004 yil aprelda dunyo Uyg'ur qurultayi chiqdi. Buningdagi yana qo'yilgan yuqorilar chet eldagi muhojir bu vatan davosini qildiganlar bu harakat yoshlash kerak, yoshlashtirilishi lozim degan bir qattiq bir talab bilan yoshlashtirilganmish. Bu yig'inning jarayonida men yo'q, endi biz vakil bo'lgandan keyin qatnashmaymiz, saylam yo'q, hokazo fikrlarga qatnashmaymiz uniki. Namoyish tutib olmaymiz u ishni. Yoshlashtirilish degan bir qattiq bir talab o'tirib qo'yilganmish. Bu talabni qog'lar guruhi degan yozminiki ikkinchi qismi, uchinchi bir qismda qisman yurt o'tilgan uniki. Kim tarafından qo'yildi, qanday yoshlashtirildi? Shu munosabatlar bilan aradan bir qancha yil o'tib sürgündeki Sharqiy Turkiston Sharqiy Turkiston sürgündeki hukumati degan bu tashkilot qurilib chiqdi masalan. Bu tashkilotga shunday qarasangiz Cumhur reisi deb atalgan Ahmad Egambadi ekan. Buniki o minister deb atalgan kishilarning hammasi o'z vaqtidagi Sharqiy Turkiston xalqaro milliy qurultayining 92 yil qurilgan qurultayininki g'olliq vakillari, qatnashchilari, qurg'uvchilari 98 yili 11. ayda İstanbul'da ta'sis qilingan Sharqiy Turkiston milliy markazining qurg'uchi va g'olliq qatnashchilari 99 yil 10. ayda München'de chaqirilgan Sharqiy Turkiston Uyg'uriston xalqaro milliy qurultayining qurg'uvchilari va qatnashchilari. Bu kishilar shunday tas qiliblar. Masalan, O'rta Osiyodan Olmaotadan esa Sabit Uyg'uri, marhum Sabit Uyg'uri, ondan keyin Qahramon Xo'jambadi yig'inga qatnashgan bo'ldi, ammo vazifasi yo'q. Dunyo qurultayining yig'iniga shaxsiy nom bilan qatnashiblar. Madakchilik vazifa olmoqlik ham vazifaning balkim ko'rsatilgan ekan. Ondan keyin Sulton Mahmud Qashqari İstanbuldagi professor doktor. Yana shuni o'xshash nurg'un kishilar tas qiliblar, sirtib qoldi. Qilib qolgandan keyin qanday bo'ldi deganda, bir qancha oydan keyin bu sürgündeki hukumat bu tashkilot qurilib chiqdi. Bu kichik odam zotlarning hammasi u tarafga og'di. Mana qarab endi tarixiy bir
niza barka bularning arasida. Bu cho'ng peshqadamlar bilan Dünya Uyghur Qurultayı qo'llab tashkillab chiqqan ma'lum kishilarning arasida tarixiy bir kelishmaslik bor ekan nizolar. 33-yillarga, 44-yillarga berib taqiladigan bir masala bor ekan. Shuni qarab, bu da'vo boshqalarni qo'chib ketdi deb bir yurgida bir xil ansirash nurg'ulg'an peshqadamlarning. Shunda bir vaziyat shakllangan ekan, ondan keyin bu surgunda hukumat deydigan bir tashkilot o'rtaga chiqmoqchi bo'lgan ekan, bular bu albatta bizning kutgan yerimizdan chiqadigan bir tashkilot bo'lishi kerak degan orzu bilan asosida bu peshqadamlar o'tiribki oldi. Eğer o tashkilot qurilib chiqdi, o tashkilot qurilib 3 oy qolmaydan ministr, bosh ministr, ma'lum ministr deb bu qarindosh ochsinlar, ingini qarindoshlar ishlasini de haqorat qilish, to'g'ri qilish yurib, shuning bilan shunchalik eg'ir bir kayfiyat shakllanib, o hukumatni turvatdi. Nurg'un umidlar bor aşu hukumatning ichida, yana aşu hukumat tashkilotining ichida vazifalik ba'zan do'stlarimiz deyiladi. Do'stlarimiz masalan yaqin ba'zi ulfatdoshlarimiz cho'ng umid bilan hozirgacha faoliyat qilib emaslar hukumatning ichida. Ammo yana demak, mana aytgancha ma'lum jihatdan bir faolash vaziyat. Hozir qurultayning ichiga qarasangiz, qurultayning vaziyatiga qarasangiz, birdan Rabiya Qodir xonimning yadroligida minyotdi. Ammo ba'zan farazlar, to'g'ri deyilgan ba'zan farazlarga qaragan chaqda haqiqatan xatarli masala. Bir tashkilot bir odamga qarab qo'yadi, bir odam bilan mansa haqiqatan buniki nati odamni ukundiradigan bir oqibatni kelib chiqishi nati eni masala. Bu yerning o'zida bir tashkilotimiz, masalan, bir vatanning da'vosini qiladigan, bir vatanni mustaqil qiladigan emas, mustaqillik qadrini bosadigan tashkilot emas. Shu hozirgi mavjud vaziyatni aytaylik, mavjud nom bilan aytaylik, vatan da'vosi qiladigan. Ya'ni o vatan, o Sharqiy Turkiston bizning vatanimiz, Xitoyning emas deb da'vo qiladigan bunda iqlimning o'zidami mukammal bir tashkiliy sistem bo'lishi kerak. Buniki hozirgi vaziyatda tashviqot bek muhim. Hozirgi jangning, hozirgi urushninki, hozirgi inqilobning o'zi ko'p qismi asosan qo'lliq qism tashviqot bilan bo'ldi. Bizning chet eldagi muhojir qarindoshlarimizning, muhojir Uyg'uriston harakatchilarining, muhojir vatan da'vochi harakatlarining iqlimlarda tashviqot bek muhim. Xalqni yetaklash, xalqni saviyasini o'stirish, vatan da'vosi yo'lidagi fidokorlik rolini o'stirish, bu ishlarning ichida hammasida tashviqot muhim rol o'ynaydi. Hozirgi tashviqot qanday vaziyatda hozir? Masalan, Dünya Uyghur Qurultayining tashviqot masalalariga asab shu ishdan sirtqi vaqtida qildi. Naki yaxshi bilamiz kimning bu tashviqot ishini qildiganligini, nom bilan, ismi bilan, familiyasi bilan, butun salohiyati bilan uch ashar o'tirdi. Shunchalik bir holda, ya'ni tashviqotga ahamiyat berilmaklik, ahamiyat yo'q. Bu tanqid qilib emas. Taklif. Bizning da'vatimiz asli taklif. Bunun uchun nurg'un odamlar vazifasidan ayrilgandan keyin qilinishi mumkin tanqid. Yoki qalpoqqa yedirilishi mumkin ashta. Falani josusdi, shunga bu ishni yaxshi qilmagan deydi. Kitobga yozishi mumkin ashta ba'zilarning qo'lida. Shu yerdagi tashviqot masalasida yaxshi so'zladingiz. Hozir siz buniki tashviqot bizniki urush maydonimiz, jang maydonimiz. Yana tashviqot vatan davosida nihoyatda muhim rol o'ynaydi deb to'g'ri dedingiz. Demakchi o'g'lim, masalan, Xitoy mayli shu 44-yilda Cumhuriyet davridan boshlab hozirgacha bo'lsin, vatan davosi qilayotgan odamlarga davomli bir qarshi kuchni paydo qilib qo'ydi-ku. Masalan, o'sha 44-yil Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti mag'lub bo'lib o'tgangi Sovetimizm dedik, chet elga qochib chiqqan mingga yaqin kishilarning ichida bir qism kishilar mujohid bo'lib, vatan davosi qilayotgan da'vogarlar sifatida bo'lib, bular o'ttirisidagi ziddiyatda hozirgi kungacha, hozirgacha davomlashib kelayotganligi, xuddi 2004-yil Dunyo Uyg'ur Qurultayi bo'lib qurilishi mezgilida Sharqiy Turkiston surgunki hukumati Dunyo Uyg'ur Qurultayi ikki kuch o'ttirg'i chiqqandek
bir vaziyat bugungi kunlikda o'tirib chiqadi. Masalan, taxmish 2-3 kunning oldida Erkin Asiya radio stansiyasining Uyg'ur bo'limida xabar ishlab, vatanda shu siyosiy qonun bilan shug'ullangan Adil Ablat deyilgan yani bir kishiningki chet ellik to'rbatlar ustida mulohaza yurgizib yozgan bir maqolasi ustida o'zining xabarini berdi. Buning o'zi shu radioda shu xabarning chiqqanligining o'zi chet eldagi tashviqot sistemasininki, ya'ni chet elda Uyg'urlar olib berilgan tashviqotning naqadar muhim ekanligini, agar bu tashviqotning vaqtida biz o'zimiz kontrol qilib, azod harakat bilan shug'ullanuvchilar yoki inqilobchilar bu tashviqotni xalqning milliy irodasiga olib borsa, chet eldagi bu tashviqotimizni vatan ichida turib Xitoyni kontrol qilib, o'zining yo'nalishiga boshlab olib borgandek bir xil kurilish o'tirib chiqyapti-ku. Bu to'g'ri keyin aşağıda müşahede aşağı diye ablat mı? Ablat. Aşınınki şu yazmıştı bir nokta. Yerki chet eldagi Sharqiy Turkiston mustaqilchilik deb takrorladi u. Mustaqilchilik deb bu kontent Sharqiy Turkiston mustaqilchilari deb yangi atalib qo'yibdi. Aşınınki ularning bir ilglash bor yenge ilk mudaqillikda yiqilib turib, yanpashga erishgan nokta. Onu da aytamiz ku. O Sharqiy Turkiston deb turib, mana vaqtda mustaqillik deb turib bo'ladi deb ayazamiz turgan ishimiz bor. Au debdi, mavo chet eldagi mustaqilchi bo'lgunchilarning o'zida ishga bo'linib ketdi, ya'ni Sharqiy Turkiston sürgün hükümeti Rabia Kadirboy'un birlikte bana aksiyatçı nasıl oturup bildi ola. Ola bilip tadqiq qilib, nurg'unlagan mutaxassislar tadqiq turib, qanday fikrga o'tirib qo'yish. O vatan ichidagi bu mustamlika Uyg'uristondagi Uyg'ur xalqini qanday ongla yetaklash qaysi ko'chaga boshlab menish uchun ular alayli plan tuzib turib, bunday so'zlaydi. Bunda xulasını oturup muydu ola? Vatan xalqimiz o'ylaydi da, voy siz bu chatlarda bölüp bitdi de bu Sharqiy Turkiston sürgünlüğü hükümeti degan bu tashkilotdan Rabia Qadir xonim anamiz shundaq bir dunyoga Uyg'ur davosini to'ntib, vatan davosini qilib, diplomatiya qilib, shundaq kuchli menmasa nima uchun? Yana bir turkum guruhchilar bölünüp chiqib, Sharqiy Turkiston sürgünlüğü hükümeti qurilib, bunda bölünüp ketgan deydigan bir xil ümitsizlik kayfiyati shakllanadi vatan ichida. To'g'ri. Uni yerda bilmaydiganlikdan, savadsizlikdan emas. Ular erta qildi bunday ishni. Bunga diqqat qilishimiz kerak. Ya'ni tashviqot qanday rol o'ynaydi? Xitoyning ashu tashviqotlari vatan ichida bir xil rol o'ynaydi. Vatan sirtida rol o'ynamasdan qiziq shu. Bu onun o'zi Ablat diye. Adil Ablat yani bu kasapatın ismini lazım kemeyi koydum. Adil Ablat diyen aşınınki bayan kıygan fikri de depto ki şu çigrasıdaki Sharqiy Turkiston mustaqilchi kuchleri tashviqot orqali nayti zor ta'sir qo'zg'ab ketadi deb bu imzaklash. Chet eldagi o'sha kishilarga imzaklash. Yine bir nime tarifi, insanın mevcutlarından tarifi. Bunun için 924. günüsü o binası ilan tuttu mesela Xitay'ın şu Kızıl Nemire'nin turbetide. O ilan kılaşıyı 3000'den yıldan Uygur Amerikan Toğra'da ya Ömer Şayan'a tövbena mesela anın yazılıp çaplap ekilip Uyguristan Azat Teşkilatı'nın kuruluşuna ekilip anın çaplışı kızık. Bu der Uygur Amerikan Toğra'da ilan kılınışı. Bunu hep dilep tuğda şey orada. Ülke vatandaşlar hep dilep tuğdu. Mesela atıl repti o Uygur Amerikan Toğra'ya mesela Dünya Uygur Kurultayı Toğra'ya, Uygur Amerikan Toğra'ya, anlayken Şivsiya Uygur Mağarip Toğra'ya, Abdücelil Kaka Sharqiy Turkiston Information Merkezinin Torbeti Katarlı Sharqiy Turkiston sürgün Sharqiy Turkiston sürgün hükümeti Torbeti bir qancha torbetini tilg'aydi. Xuddi 2004-yil 10 dana terroristlar Qalpaqni kaydirib Xitoy shuni ichiga Abdullah Davud degan Abdullah Qari deb shuni chizib ketgan Xitoyga shaytab uchiq oshkora shu tashkilotning ichida mayli diniy saptiklar bo'lsin, mayli yoki vatan huquqimiz degan saptiklar bo'lsin, ashaning hammasi bu Xitoyga ishlayotgan uchiq oshkora jasus deb shunchalik bog'lagan odammi? Sharqiy Turkiston terrorist deb ashuni qattiq qilib qo'ygan shu 14 terrorist. Shunga o'xshash bir ishda hozir. Chet eldagi Sharqiy Turkiston mustaqilchilarining tashviqot orqali
Junko'nun tuproq tutquzlarga hujum qilib, zarb berib, Sharqiy Turkiston mustaqilchilarini qo'zg'ab, harakatlantiradigan tashviqot bazalaridan akilib, yilqidek pishtvazavarini ketgan ana chuprani torbatini qo'shib qo'yishning o'zi bu ajablanarli bir ish emas. Endi darhaqiqat reportaj xabar qilishi buni qiziq yeri. Na'dan deb akilib, uni xabar qilishi qiziq. Bu to'g'riliq bu tashviqot masalasini bir tafsil to'xtalmasak bo'lmaydi biz. Tashviqot masalasini aytib mukammal etamiz bo'lmaydi. Nima uchun Dunyo Uyg'ur qurultayining tashviqot komiteti faoliyat olib turdi? Nima uchun bu komitet jonli harakat qilmaydi? Demak, bu tashviqot komitetining mas'ul bo'lgan xodim o'zining vazifasini ado qilmayapti deganlik emas. Mashinaga may qo'shmasangiz bo'lmaydi. Adamning o'zi 10 soatlab, haftada 6 kun ayolda turib ishlab, ondan keyin shu ishdan sirtqi vaqtlarda, kechki vaqtlarda, dam olish vaqtlarida yizilayotgan xabar, doklad, reportaj yozimlarning hammasini o'shunda eg'ir vaziyatda yozadi. Endi shundaq eg'ir vaziyatda yozgandimi deyli, o'zi yozgan narsa o'zi darhol shu o'zi to'g'ri qo'yishmasdan o'zi mas'ul bo'layotgan bir tashkilotning, ya'ni mundaq qilib aytganda shu o'zi yozgan yozma nazariy yozmani Dunyo Uyg'ur qurultayining to'rbetiga o'zi qo'yamaydi. Chunki shu torbatni shuning uchun ma'lum bir qism odamlar shu tashviqot bilimi munosabatsiz odamni kontrol qilib olgan masalan. Bu tashviqot kontrollikdan mundaq qilib aytganda har soha sistemida chiqib ketgan endi xuddi bu qattam Erkin Osiyo radio stansiyasi xabar qilgani bo'lsin deyli. Mundaq Uyg'ur Amerika orqan torbetiga chaplab qo'ydi adabiyotning maqolasini, Xitoysini chaplab qo'ydi. Bunda qarasangiz, misalki bizning Uyg'urlarga o'g'ri qashdi voqeasiga o'xshayotgan-ku. Bir o'g'ri bozorda malni o'g'irlab, yanchiq selib, u haqiqiy o'g'rini tushirish uchun eng oldin o'g'ri qashdi deb shunda bir to'lsa, butkul odamni uning kaynidan yugurib o'g'ri tutimiz deb ketaverdi, lekin u o'g'ri qancha tutilmayotgan to'pdan oldi, hamma oldi yugurib bo'lganda. Mushtamata bu Adil Ablatga nima bo'ldi deb chiqib chatdagi torbatlarning ustida mulohiza yurgizdi qanda. Hozirgi suhbatni mishada oxirga kelyapti. Bugun yana nurg'unlagan temalar qilib qoldi. To'xtalib bo'lish, ya'ni bayon qilish vaqt munosabati bilan mumkin emas. Keyingi suhbatlarda inshaalloh yo'lga kirishimiz. Bugun shu xulos tariqasida biz birozroq o'tirib qo'ysangiz, undan keyin suhbatimizni bir oxirlashtirib. Rahmat, endi bayatından beri suhbat o'tkazganlarimizning hammasi peşimizden o'tgan tarixlar. Buni bizningki so'zlash majburiyatimiz, so'zlash salohiyatimiz va insonlar hozirgacha bo'lib o'tgan shu 2006-yildan keyin hozirgacha 2014-yilgacha 8 yillik tarixda shaxsan mening bir tarixiy shohidman. Bunda shirkatlar nurg'ishlar. Abdurrahman siz shundaq. Biz yana qo'limizdan kelgan bunda shirkatlarni bugungi kunda qilmisi bo'lmaydigan qilishga tegishli ishlarni qilyapmiz. Qo'limizdan kelgan ishlarimizni qilib izlagan emas bu. Qo'limizdan keladigan ham qilmisi bo'lmaydigan bu yo'rtishga tegishli xalqimiz bilishga tegishli narsalarni o'zimizning tashviqot vositalarida, suhbatlarda o'tirib qo'ymasak, bundan keyingi ya'ni cho'ng xatoliklar sodir bo'lmaydi, xatolashmaymiz, qalpoqlar kaydirilmaydi, degil bo'lmaydi. Shuning uchun bundan keyingi qatimliq suhbatlarimizda biz vatan sirtidagi Uyg'ur tashkilotlarining tashviqot sistemasi qaysi yo'nalishda ketyapti? Bu qanday darajada markazlashtirilishi kerak deydi. Tashviqot deganda aslida muayyan etsaq, ma'lum bir ideyaga, ma'lum bir fikrga qarab yuzlantiriluvchi. Hozir aniq qilib aytganda, vatan sirtida aniq ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan tashviqot yo'q. Axborot doklad deganda. Xo'sh. Mushu sohada biz keyingi suhbatlarga yaxshi. Biz endi bugungi suhbatniki asosli oxirgi qismlari tashviqotga bo'lib Dunyo Uyg'ur qurultayining tashviqot ishlariga, tashkiliy apparatlarga qo'shilib qoldi. Balkim ba'zanlar ig'ir darajada azoblanishi mumkin. Tuhmatchi, haqoratchi, suxanchilarni ish qilishi mumkin. Bizga qarshi yana har xil vosita bilan. Bundan qat'iy nazar endi
Vatan davasının Ali organı bezdiğenge layık teşkili kurulmasını mükemmelleştiriş, halkımızın ihtiyaclık buluvatkan hazır en mühim narsa teşvikat meseleleri, bunu sistemleştiriş, mükemmelleştiriş, bu teşvikat vasıtalarının ihtiyacını hal kılış, mühim mesele. Biz mu şu vatanımızın müstakilliği, şu vatanımızın müstakillik hareketinin yaxşı bir ravaç tapsa degan maqsadda tashkillanib, shu maqsadda tashviqotni yaxshi bir qanot yoydirishga qo'limizdan kelishicha, o'zimizning qila olishimizcha to'p qo'shimiz deyotgan bir oliy maqsadni oldimizga qo'ygan ekanmiz. Bugun suhbatimiz mushada oxirlashdi, hurmatli qarindoshlar. Allohga omonat. Keyingi suhbatimizgacha omon bo'linglar. Rahmat.